Assalomu alaykum hammaga, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilarimiz. Mana o'quv markazlarimiz uchun, maktablarimiz uchun parta, stol, stullar tayyor bo'ldi. Hozir buni to'liq tanishtiramiz. Ko'rib turibsizlar, ustki qismi laminatdan tayyorlangan, oldingi qismlari mana yopilgan bo'ladi. Ancha o'sha o'tirganda ham odam pastki qismlar, oyoqlar uncha ko'rinmaydi. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, razmerlari bunaqasiga 60 cm, mana bunaqasiga 1.10 cm bo'ladi. Mana o'rindiqlarni ham ko'rib turibsizlar, o'rindiqlari ham materiallarga keladigan bo'lsak, materiallar moyishli materialdan ishlatilgan. Mana bemalol artib olsa bo'ladigan. Ko'rib turibsizlar, o'tirishga qulay. Narxiga keladigan bo'lsak, ikkita stoli, bitta partasi 650 ming so'm chiqmoqda. Ko'proq olganga xudo xolasa kelishtirib beraveramiz. Mana bu yerda mana 10 komplet tayyorlab qo'ydik. O'quv markaziga xudo xolasa klientimiz bugun kelib olib ketadilar. Klientimiz shu Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidan, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar. Kim o'quv markazi ochgan bo'lsa, maktablar, shunaqa joylar parta va stol stullarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda, chiroyli narxda tayyorlab beramiz. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Manzillarimiz Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri aeroport yo'lida. Mana ko'rib turibsizlar. Xullas, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.